Koreyadagi talabalar kuniga 10-12 soatgacha dars qiladigan joyga xush kelibsiz. Bu yerda odamlar kofe ichish uchun emas, o'qish uchun keladi. Va eng qizig'i, bu yerda ovqatlanish ham, baland ovozda gaplashish ham mumkin emas. Ichkarisi shu darajada jimki, hatto pashsha uchsa ham ovozi eshitilgandek tuyuladi. Har bir stolning o'z raqami bor. Siz kirganingizdan keyin o'zingizga joy tanlaysiz va shu stolda dars qilasiz. Har bir joyda stol, chiroq, elektr rozetkasi va diqqat bilan ishlash uchun qulay muhit mavjud. Shu sababli minglab koreyalik talabalar imtihonlarga aynan shu yerda tayyorlanadi. Asosan ular universitet darslaridan tashqari o'z sohasi bilan bog'liq bilimlarni ham onlayn tarzda o'rganadi. Xuddi men kabi. Va eng oxirgi xulosam shuki, balki koreyalik talabalarning muvaffaqiyat siri qandaydir maxfiy formulada emasdir. Balki mana shunday joylarda soatlab o'z ustida ishlashdadir.